Agar ko'p qavatli uyning asosiy yuk ko'taruvchi konstruksiyasiga o'zboshimchalik bilan zarar yetkazsangiz, yuqoridagi kabi bino qulab tushishi hech gap emas. Toshkent viloyati Zangiota tumani o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida ko'p qavatli uyning bir necha joylaridan noqonuniy kovlash ishlari amalga oshirilgani, yerto'laning tuynuklari buzilib, eshik ochilganligi aniqlandi. Toshkent viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan Zangiota tumani Katachinor mahallasidagi ko'p qavatli uylarning texnik holati ko'zdan kechirilganda, ushbu uyda yashovchi mulkdorlar tomonidan uy atrofida bir necha joylar qazilgani, shu bilan birga noqonuniy yo'llar ochilib, yerto'la tuynuklari buzilib, eshik hosil qilinganligi ma'lum bo'ldi. O'rganish jarayonida shu holat aniqlandiki, ko'p xonadonli uyda yashovchi joy mulkdorlari tomonidan o'zboshimchalik bilan ko'p xonadonni uyga tutash yer maydoni kovlanganligi va aynan yerto'la ham o'sha uyni soqil qismi kovlanib, yerto'la ko'rinishda o'zlashtirganlik holatlarini mana guvohi bo'lib turibmiz. Mazkur holatlar yuzasidan inspeksiya xodimlari tomonidan qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan mulkdorlarga ushbu holatni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha bajarilishi shart bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi. Agarda ushbu yozma ko'rsatmalar belgilangan muddatda bajarilmasa, qoidabuzarlarga jarima choralari qo'llaniladi hamda majburiy tartibda ushbu holatlarni bartaraf etish choralari ko'riladi. Yana bir holat, mazkur ko'p qavatli uyning yerto'la qismi o'zboshimchalik bilan kovlanib, beton konstruksiyalarga shikast yetkazgan. Hozirgi kunda mazkur holat bo'yicha mulkdorga majburiy ko'rsatma berildi. O'zboshimcha qurilish ishlarini amalga oshirib, o'zingiz va ushbu uyda yashovchi fuqarolarning hayotini xavfga qo'ymang. Bu xatti-harakatlaringiz esa qonun oldida javob berishingizga yetarlicha asos bo'ladi.